Ureoplazma judayam mayda razmerdagi shartli patogenlar hisoblanadi. Bularning ikki xil turi bor: ureoplazma ureolytikum hamda ureoplazma parvum turlari bor. Nimaga bular ikkita guruhga bo'lingan? Chunki bular qayerda infeksiya chaqirishiga qarab ikki turga bo'lingan. Xo'p, birinchisi ureoplazma ureolytikum. Bu turi asosan sidik yo'llarida kasallik chaqiradi. Sistit, uretrit, servitsit sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ureoplazma parvum. Bu esa bachadon hamda qin yo'llarida infeksiya chaqirib, endometrit, bakterial vaginoz, xorioamnionit, vaqtidan oldin tug'ruq, homilani o'sishdan orqada qolishi va judayam erta sroklarda homilaning rivojlanmay qolishi yoki yurak urmay qolish holatlarini keltirib chiqazadi. Bu kasallikni biza qanaqa aniqlaymiz? Aniqlash usullari asosan surtma tahlili orqali ureoplazma parvum aniqlanadi. Sidik tahlillari orqali esa ureoplazma ureolytikum aniqlasak bo'ladi. Va eng asosiy usullardan biri bu bizada qonning serologik tahlili, ya'ni ureoplazmaga qarshi hosil bo'lgan antitelalarni aniqlash usuli hisoblanadi. Bular ikki xil antitelalar, ya'ni immunoglobulin J hamda immunoglobulin M miqdori aniqlanadi. Qachonki sizda immunoglobulin M titri baland bo'lsa, taqda sizda o'tkir formada immunni hozir shu kasallik juda ham yuqori titrlarda kechyapti. Immunoglobulin J yuqori ko'rsatkichlarda bo'ladigan bo'lsa, siz qachondir bu kasallik bilan chalinib o'tgansiz va sizda bu kasallikka qarshi antitelalar hosil bo'lgan. Agar sizda buning immunoglobulin J ning miqdori yuqori ko'rsatadigan bo'lsa, ayni paytda sizni bu kasallik bezovta qilmaydi. Lekin qachonki immunitetingiz tushadigan holatlar bo'lsa, masalan, homiladorlik, stress yoki og'ir mehnat bilan doimiy shug'ullanish, yaxshi ovqatlanmaslik natijasida bu kasallik yana qo'zg'alishi mumkin va sizga quyidagi xavfli holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Va buni davolash qanaqa qilib olib boriladi? Davolash asosan antibiotik terapiya usuli orqali amalga oshiriladi.